Итак, Buxorodagi blogerni bir kuni qanday o'tadi? Dam o'zimni bloger deb shiddət qilaman. Понятно? Итак, birinchi bo'lib uyda get readylarimni qilib oldim. Keyin birinchi bo'lib vokzalga bordim. Bugun bitta krasotkani tug'ilgan kunlari, shu uchun Humor Flowers'dan gullarni oldim. Keyin Salom Hayotga keldim. Keyin bitta kofe olib syomkalarimizni boshladik. Yangi skidka ketayotgan ekan. Salom Hayotni profiliga kiringlar. O'zimga bitta chexol oldim. Yangi 17 Pro Maximga. Keyin krasotkani ko'rishga moxossa keldim. Da, оказывается, yoshingiz o'tgan sari o'zingizga sanatoriy sovg'a qilar ekansiz. Keyin Roma pizzaga keldim. Bu yerda bizani ikkita rolik syomkamiz. Birinchisiga shunaqa o'ynash kerak ekan. Shuni repetitsiya qildim. Keyin och qoringa syomka qilib bo'lmaydi deb birinchi ovqatlandim. Keyin syomkalarimizni qildik va menga samksam olib kelishdi. Bugungi syomkalarimiz tugadi. Shu uchun uyga kelib uyda syomka qildim. Adrushkadan 1,5 millionga почти narsa oldim. Shuni maqtamasam bo'lmaydi. Keyin qizlar hammamiz birga aylanishga chiqishga qaror qildik. Birinchi kofechala oldik, igra o'ynadik. Bu igra bizani hamma pulimizni olmasin deb tezda u yerdan jo'nadik va Normalga keldik. В общем, kinoga tushdik. Qanaqa kino ko'rganimni so'rasimga aytdim. Kino vashcha zo'r, menga juda ham yoqdi. Bunaqa format menga juda ham yoqadi. В общем, довольно bo'lib, mazza qilib chiqdik. Keyin bizani janim kelib olib ketdi. Shu bilan uyga keldik. И всем пока.